To'rtko'l tumanidagi Toshkent gumanitar fanlar universitetida yurtimizda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, barkamol avlodni voyaga yetkazish borasida navbatdagi ibratli tadbir o'tkazildi. Universitetning iqtidorli talabalari tomonidan sahnalashtirilgan Sog'lom oila jamiyat poydevori mavzusidagi teatrlashtirilgan kompozitsiya ko'plab tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Tadbir davomida talabalar turli sahna ko'rinishlari orqali sog'lom oila bu avvalo mehr-oqibat, o'zaro hurmat, sabr-toqat va ma'naviy uyg'unlik ustiga qurilishini ochib berdilar. Har bir sahnada hayotiy lavhalar, ijtimoiy muammolar va ularning yechimlari jonli va ta'sirchan tarzda tasvirlandi. Tadbirda talabalar tomonidan o'zbek oilalariga xos mehr-muruvvat, hurmat-ehtirom, sabr va halollik kabi qadriyatlar asosida yaratilgan sahna ko'rinishlari yuqori badiiy saviyada namoyish etildi. Bugungi talaba yoshlarimiz bilan birgalikda o'tkazgan tadbirimiz mavzusi Sog'lom oila jamiyat poydevori. Oila har bir insonni ilk maktabi hisoblanadi. Yoshlarimiz oiladan sabrni, mehrni, hurmatni o'rganishadi. Bugun talabalarimiz o'z chiqishlari, o'zlarini o'ynagan rollari, sahna ko'rinishlari bilan o'tirgan tomoshabinlarga sog'lom oila, baxtiyor oila kaliti ekanligini chuqur anglashlari uchun oz bo'lsa-da o'z hissalarini qo'shgan bo'lsa, demak biz bugun maqsadimizga erishdik. Bunday tadbirlarni kelgusida boshqa kurs guruhlari o'rtasida ham o'tkazishni reja qilganmiz. Tomoshabinlar, xususan universitet professor o'qituvchilari, ota-onalar va boshqa mehmonlar talabalar mahoratini e'tirof etib, bu kabi tadbirlar yoshlarning hayotiy dunyoqarashini boyitishda muhim rol o'ynashini ta'kidlashdi. Shunday tadbirlar orqali yoshlarda o'z oilasiga, jamiyatiga va vataniga nisbatan mas'uliyat hissi, g'urur va burch tuyg'usi shakllanadi. Zero, jamiyatni mustahkamlashning eng kuchli omili bu sog'lom, barkamol va baxtli oiladir.